va saytdan ro'yxatdan o'tib login orqali kirgandan keyin shu bo'lim ochiladi sizlarda. Keyin misol uchun men Instagram Reelsga nakrutka qurmoqchiman. Mana shu yerdan tanlaysizlar, bittasini men tanladim. Keyin Instagram akkauntga o'tib, misol uchun shu Reelsni silkasini kopировать qilamiz. Keyin qaytadan shu saytga o'tib havolani qo'yamiz. Miqdor qanchaga kerak? Misol uchun menga 1000 ta kerak. Yozasizlar, keyin 1000 tadan pul chiqadi. Mana yangi buyurtma berish. Mana shu yerdan mana buyurtma berilgandan keyin menyuga o'tib, buyurtmalarimni ustiga bossanglar, sizlarning oldin bergan buyurtmalar turadi. Kutilmoqda mana 1000 ta qolgan. Shularni men misol uchun bekor qilingan kutilmoqda, bajarilib bo'lgan misol uchun 0 ta. Shunaqa qilib chiqadi. Keyingi bunaqa xizmatlar saytda bor bo'lgan xizmatlar mana shu yerda ko'rib olishingiz mumkin. Keyingisi mana bu referral xohlasanglar odam chaqirib pul ishlashingiz mumkin. API endi u koderlarga kerak bo'ladi. Koder deganda olib sotirlarga, ya'ni sayt orqali. Qo'llab-quvvatlashga qanaqa problema bor bo'lsa, shuni yozsangiz bo'ladi. Hisobni to'ldirish orqali hisobinglarni to'ldirasizlar. Misol uchun kartaga to'lov qilib, mana bu chekni Abduganimov degan Abduganimovning ustiga bitta bossangiz Telegramga o'tadi. Shu Abduganimovga chek bilan mana bu saytdagi ma'lumotdagi username-larni yozib qoldirasizlar. Sayt validab turibdi-ku. Mana shuni.